Aziz yurtdoshlar, kimda-kim shunday darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan bo'lsa, mana shu videomizni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilamiz. Darvozamiz haqida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Aziz yurtdoshlar, darvozamiz Angren shahar Qatag'on mahallasiga kelib o'rnatildi. Yon atrof tabiatni ham ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli joylar ekan, toza havo. Tanga davo deyiladi. Shuning uchun atroflari ham juda ham chiroyli joyda yashashar ekan egalari. Darvozamiz 3.30 ga, bo'yi 3.30, eniga esa 4.5 razmerda bo'ldi. Darvozamizni materiallariga keladigan bo'lsak, aziz yurtdoshlar, materiallari ko'rishlaringiz mumkin. Rossiyskiy shvellardan qilindi, 12 lik shvellar. Bu darvozamiz oldiga ochib yopilishi uchun, ochib yopilish sababli bu profilimiz hozir bu yerda tekis holatda turibdi. Orqa taraflaridan ko'rsataman. Ko'pchilik 12 lik shvellar shunaqa tekis turadimi deyishi mumkin. Bu oldiga ochilishi uchun shvellarda tekis holatda qo'yiladi. Aziz yurtdoshlar, darvozamizning materiallariga keladigan bo'lsak, darvozamizning materiallari 2 lik qalin plyusovoy listdan yasaldi. Profillari esa 6x4 1.7 lik stenada qilindi. Darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan. Zamoklari esa o'sha original yaxshi zamokdan qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana oshiq-moshig'ini ham pachimnihli, soqali, hammasida shunaqa ko'rishlaringiz mumkin. Yana bir bor teshigi ham bor. O'zini yog'lab har 2-3 yilda ozgina aptoldan yog'lab qo'ysa, shu teshigida shpris orqali juda ham chiroyli bo'lib, ochib yopilishlari ham chiroyli ochib yopiladi. Aziz yurtdoshlar, darvozamizni kraskasiga keladigan bo'lsa, ko'rishlaringiz mumkin. Kraskasi ham juda ham chiroyli yonib chiqdi. Yonib chiqishining sababi, darvozamiz birinchi o'rinda metalga, qora o'sha rossiyskiy yaxshi metalga gruntovka sepilgan. Gruntovka 2 sloy gruntovka berilgan, sintas gruntovka. Buni avtomobil kuzovchakalarimiz yaxshi bilishadi. Sintas gruntovkadan sepilgan. Keyin orqasidan esa mokriy, shu avtomobilning kraska, mokriy kraskadan 3 sloy mokriy kraska berilgan. Keyin tepasidan esa shunday bir ajoyib qilib, lakini ham bir 3 sloy, 4 sloy sepilgan. Darvozani yaqindan olib bering degan kommentariyalarni ham ko'ryapmiz. Telefon ham qilib shunaqa deb so'rashyapti. Mana darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Yaqindan olgan holatimizda shu ko'z qanday ko'rsa, xuddi shunday qilib olib beryapman, olib berishga harakat qilyapman. Darvozamiz egalariga ham juda ham yoqdi. Germetikalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Hamma joylari juda ham chiroyli, e'tibor bilan, did bilan ishlangan. Ignacha joyda ham xudo xolasa teshigi topa olmaysizlar, teshigi bo'lmaydi. Chunki bu yer bunaqa tog'li hudud bo'lganligi uchun ham, bunaqa joy bo'lmasa ham yomg'ir, qorlarda o'sha ozgina ignacha teshigi bo'lsa ham germetikasidan suv kirib, zang oqib qolishi mumkin. Aziz yurtdoshlar, orqa taraflarini ham sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Orqa taraflarini ham juda ham ko'pchilik so'rashyapti. Orqa taraflari qanaqa holatda bo'ladi degan yurtdoshlarimizga, obunachilarimizga orqa taraflarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Orqasi ham oldiga qanday mehr berib ishlangan bo'lsa, orqa taraflari ham xuddi shunaqa qilib mehr berib ishlangan. Taglarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Bir 50 sm chuqurlikda. Bu yerda tepasi hech narsa ushlamaydi, xorisi yo'qligi uchun. Abi chekkasidagi shlaka blogi ham unaqa baquvvat emas ekan. Shunga ishonmagan holatda shunaqa armaturadan, qalin shunaqa katta armaturadan qo'yib berganmiz. Shamol shovqin bo'lsa, shu yana o'nab ketib qolmasligi uchun. Darvozamizni orqa tarafi ko'rinishi. Aziz yurtdoshlar, qanday ko'rinyapti quyoshda? Ozgina pirpiratyapti ekranimiz.
Endi egalari aytishdi, bu yerga shunaqa qilib uzun qilib nima qilaman, naves qilaman, leksamda yopib yuboraman deyishdi. Shuning uchun vaqtinchalik armatura qo'yganmiz. Navesni biz qilamizmi? O'zlaring qilib berasizlar deyishyapti. Navesni biz qilsak, o'sha navesimizga chekkalarini mahkamlab, darvozamiz chekkalarini mahkamlab, armaturalarni olib tashlaymiz. Hozir e'tibor bersalaring, ozgina xunukroq, yoqmayroq turibdi. Bu armaturalar, azizdoshlar, vaqtinchaga. Ko'rishlaring mumkin. Orqa taraflari ham shu pachimlikli shannerdan qo'yilgan. Teshigi ham bor, ko'rishlaring mumkin. Shu teshigidan har 2-3 yilda bir ozgina yog' qizdirib qo'ysalaring, yog' quyib qo'ysalaring, ochib yopilishi ham juda ham yengil holatda ishlayveradi. Azizdoshlar, aytib o'tdim. Buni 1 kvadrati azizdoshlar 950 ming so'm deb aytdim. 950 ming so'm bo'lganligini sababiga ko'rishlaring mumkin, 12 lik rossiyskiy shvellardan polni qo'yilgan, aylanasi, taglari ham avtomobil kirib chiqadigan joylari ham shvellardan qo'yilganligi uchun 1 kvadratiga 50 ming so'm qo'shildi. Agar shu joylari 8 ga 8 profildan bo'lsa, bu darvozamiz 900 ming so'mdan kelib to'xtaydi 1 kvadrati. Ochib yopilishlariga e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli, yosh bolalar, ayollar bemalol yopib o'tsa bo'ladi. Darvozamizni aytib o'tdim, yana bir bor aytib o'taman. 330 ga 4.5 razmerda kelib o'rnatildi. Darvozamiz 950 ming so'mdan kelib olib kelib, hamma yo'g'i o'zimizdan, ustanovka, o'lchash hamma yo'g'i o'zimizdan 950 ming so'mga 1 kvadrat kelib o'rnatildi. Shu ko'rib turgan joylaring 13 million 800 ming so'm bo'ldi. Azizdoshlar, videomiz yoqqan bo'lsa, darvozamiz ozgina yoqqan bo'lsa, videomiz oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, shu joyigacha bitta like bosib ketishlaringni so'rab qolamiz. Shu like bizga juda ham katta foydasi bor ekan. Azizdoshlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yuzlaringda hech qachon tabassum tark etmasin. Shunday darvoza qo'ydirish maqsadida bo'lsa, ekranimiz tagida telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol 24 soat telefon qilishlari mumkin. Telefonni o'zim ko'tarib, hammaga o'zim javob beraman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar yana bir bor.